Assalomu alaykum zamin moto obunachilari. Mana bizning do'konimizda 2026-yil 16-iyul kungi holatga ko'ra savdolarimiz davom etmoqda. Mana bizning ushbu Riksha modelimiz sotildi. Andijon viloyati, Andijon shahariga 12,5 million so'mga. Bu qanchaga sotildi? 11,5 mi, 12,5 mi? 11 million 700 ming so'mga Andijon viloyati, Andijon shahariga sotilibdi. 12,5 million emas ekan. Dastavkalarimizni qilib beryapmiz, uygacha yetkazib olib beryapmiz va xudo xolasa yetkazib olib berish holatimiz va uni qabul qilish holatlarini ham videoga olib, albatta sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Albatta bu videoni davomida kutinglar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin, hurmatli obunachilar, albatta kanal rivoji uchun. Assalomu alaykum zamin moto obunachilari. Mana 26-yil 16-iyul kungi sotilgan Riksha modelimiz mana Andijon shahariga yetib keldi egalariga. Mana kech bo'lishiga qaramasdan, soat 11 bo'lishiga qaramasdan mana Andijon shahariga yetkazib beryapmiz. Aka, ma'qulmi skuterlarimiz? Xudo xolasa hamma joyi yaxshi olib tushirib bir minib ko'rasiz aka. Uni ham bir syomka qilib qo'yamiz, ozgina tushirib olaylik. Mana qadrli obunachilar, hamma joyi soz holatda, qirilmay, chizilmay, yangi holatda yetib keldi. Hozir buni tushiramiz, buni ko'rish holatlarini ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, skuterimizni ham mashinadan tushirib oldik. Mana egalari buni ko'rishadi hozir, kalitni olib kelishsa ko'rishlari mumkin. Hamma joyi soz, yaxshi holatda, mana klyonkalari ko'chirgan holatda, zapaska balonlari bilan shu Riksha modelimiz mana ko'rishlari mumkin. Tablolarni elektronik tablolarda parkovkamiz bor. Tormoz bo'lsa bo'ladi aka. Moddada turaveradimi? Ha, da oldiga yuradi, orqaga yuradi. Tormoz bo'lsa siz yuradi, parkovkasi bor-da. Ha, buni bosib turib, keyin Gaz bo'lsa sizga. Tormozni qo'yib yuborasiz. Mana hurmatli obunachilar, bizda tovarni yetkazib berganda kelib hamma narsasini tushuntirib, bir boshdan ko'rsatib, minishlarini o'rgatib, konstruksiyalarni tushuntirib, qanday holatda miniladi, nima holatda yuradi, hammasini tushuntirib ketamiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Mana akamlar o'zlari ham yaxshilab minib, ko'rib, tekshirib, keyin qabul qilib olishadi. Mana ko'ryapsizlar. Hamma joyi soz holatda, yangi holatda bo'ladi. Kimga mana shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzilimiz esa Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Bo'g'oshbek qishlog'ida. Mo'ljal Bo'g'oshbek savdo kompleksi o'rnida joylashgan. Buni go'zalligini qaranglar, buni hurmatli obunachilar. Aka qanday? Zo'r. Ma'qulmi? Yaxshi kunlarga buning aka, nasib qilsin. Sog' bo'ling. Mana ko'rsatib o'taman aka. Mana bu aka chirog'i. O'chadi. O'rta patfarnik. Bu yo'qadi aka. 1 2 3 tezlik bo'yicha 2 da yuraverasiz o'rta tezlikda. Bu yoqda dalniy bilishni qiladi aka. Bu knopkamiz, pavorotlarimiz. Mana bu signallarimiz aka. Mana olsan? Bu dvornik. Bu dvornik aka. Aka, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, kimga mana shunday motorollerlarimiz, Riksha modellarimiz, skuterlarimiz, bayklarimiz, benzinli motorollerlarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.